Bir kuni Arslon yoniga qo'yni chaqirib yaqinroq kelchi. Og'zimdan yomon hid kelmayaptimikan debdi. Qo'y farosatsizlik qilibdi. Ha Arslonim, og'zingiz sasiyapti. Nima yegandingiz debdi. Arslonning jahli chiqib, qo'yni parchalab tashlabdi. Hovuridan tushgandan keyin yoniga ayiqni chaqirib, unga ham ayni savolni beribdi. Sizdan yomon hid kelarmidi Arslonim debdi ayiq yaltoqlik bilan. Arslonning hidi kelyapti sizdan. Arslonga uning bu xushomadi yoqmabdi. Ayiqqa yarashmaydigan gap qilding la'nati deya rosa ta'zirini beribdi. Navbat tulkiga kelibdi. Oldingilarning oqibatini bir chetda kuzatib turgan tulki Arslonning oldiga xastaga o'xshab, yolg'onda kam yo'talib kelibdi. Arslon unga ham o'sha savolni beribdi. Meni ma'zur tuting Arslon janoblari debdi tulki mo'ltirab. Necha kunki mazam yo'q, shamollab qolibman. Burnim ham bitib qolgan, hid bilmayapman. Arslon uning boshini silab, sog'liq tilab qo'yvoribdi. Voqealarni kuzatib turgan bo'ri tulkining yoniga kelib, "Yomon ayyorsanda" debdi ta'na bilan. "Balki ayyordirman" debdi tulki, "ammo ahmoq emasman. Faqat ahmoqlargina og'zi sasib, quturib turgan vahshiyga haqiqatni aytsam yoki yaltoqlik qilsam omonda bo'laman deb o'ylaydi." Xullas, qo'yga o'xshab har gapni gapiravermang. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar. Har gapni gapiravermang. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.